Kinoga aralashib qolganimdan afsuslanaman. Muzaffar Sa'dullayev nima sababdan osmondagi bolalarning 3-qismida suratga tushmagan haqida. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida. 2002-yilda Osmondagi bolalar filmining suratga olish ishlari tugagandan keyin yozda 22 yoshimda oila qurganman. Xudoga shukr, 3 nafar o'g'il farzandim bor. Hammalari katta bo'lib qolishdi. Katta o'g'lim Turin Politexnika oliygohini bitirib, 2 yildan buyon IT yo'nalishida ishlayapti. O'rtancham Toshkent tibbiyot akademiyasida o'qiydi. Kenjam esa maktabda 9-sinfda tahsil oladi. Ayni kunlarda katta o'g'limni uylantirib, oilali qilishni rejalashtiryapmiz. Otam olamdan o'tganidan so'ng sochimga oq tushdi. 2020-yilgi pandemiya sabab dadam olamdan o'tdilar. Hayotning baland pastlari, tashvishlari tufayli sochlarimga oq tushdi. Ota-onasi tirik insonlar har qachon bemalol, xotirjam kulib yurar ekan. Ulardan biridan ayrilsangiz ham ichingizni yarmi bo'shab, vaqti kelsa tushkunlikka tushib qolar ekansiz. Allohga shukr, onam hayotlar. Boshimizga bosh-qosh bo'lib duo qilib o'tiribdi. Aktyor Osmondagi bolalarning 3-qismida nima uchun suratga tushmagan? Avval ham aytganman, kino sohasida xususan aktyorlikka o'qimaganman. Qolaversa, inson yoshi ulg'aygani sari ko'p narsalarga boshqacharoq nazar bilan qarab yondashar ekan. Shuning uchun bu haqida ko'p o'yladim. Dadam vafotidan keyin kinoda ishlashga oldingidek xohishim qolmadi. Film rejissyori Zulfiqor Musoqovdan meni to'g'ri tushunishini so'rab, 3-qismda suratga tushmasligimni aytdim. O'shanda Zulfiqor akaga balki nima uchun qatnashmoqchi emasligimni to'liq tushuntirib bera olmasam, lekin to'g'risi kinodan ancha uzoqlashib qoldim deb o'zimdan o'tgan hislarni qo'limdan kelgancha tushuntirganman. Xullas, filmda suratga tushishga xohishim bo'lmadi, deydi u. Aktyorning otasi haqida. Dadam 1955-yilda Toshkent shahrida o'rtahol oilada tug'ilgan. Moskvada iqtisod yo'nalishi bo'yicha oliy ta'limni tugatgan. 1 yillik harbiy xizmatdan qaytgach, 1978-yildan boshlab O'zbek film kinostudiyasining ma'muriy guruhida ma'mur bo'lib ish boshlagan. U vaqtlarda O'zbek filmga yaqinlash juda qiyin edi. Shundan so'ng uzoq yillar tashkiliy ishlar bilan shug'ullandi. Orada kartina direktori muavini bo'lib ishladi. 1990-yilda Inson kinostudiyasini tuzishgan. Shu yerda ham studiya rahbarining muavini bo'lib uzoq vaqt faoliyat yuritdilar. 2002-yilda ko'p studiyalar xususiylashtirilgandan keyin bu maskanni o'zlari sotib oldi. Inson kinostudiyasi hozir ham bor. 2019-yildan buyon studiya rahbari sifatida uni o'zim boshqarib kelyapman. Dadamning butun umri kinoga bag'ishlandi. Umumiy olganda 42 yil davomida 100 dan ortiq filmlarning tashkiliy ishlarida kartina rahbari va ma'muri bo'lib mehnat qildilar, deydi Muzaffar Sa'dullayev. Kinoni butunlay tark etganman. Aktyor sifatida kinoni butunlay tark etganman. Bunga ancha bo'ldi. Oxirgi marta 2006-yilda Zabarjat filmida suratga tushgandim. Shundan keyin aktyorlik faoliyatimni tugatib, bir necha filmlarda kartina rahbari sifatida ishlab yurdim. Lekin 4 yildan buyon bu sohada ham faoliyat ko'rsatmayapman. Garchi bu yo'nalishda ishni davom ettirishimni so'rab ko'p takliflar tushsa-da, ba'zida ma'muriy masalada yordam so'rashsa-da rad etyapman. Murojaat qilganlarga ishning yo'l yo'rig'ini tushuntiraman, u yog'iga qanday yo'l tutishni o'zlariga qo'yib beraman. Imkon qadar bilganlarimni to'g'ri o'rgatishga harakat qilaman. 33 yillik hunarmandman. Onam tomonidan bobom hunarmand tunukachi bo'lgan. Bu hunarni tog'amdan o'rganganman. Chorsuvdagi gumbaz orqasidagi hunarmandlar rastasi qurib bitkazilgandan so'ng 13-do'konda ish boshlaganmiz. Maktabdan kelib, ovqatlanib bo'lishim bilan darrov Chorsuvga shoshilardim. Shunday qilib, 1994-yildan to 1999-yilgacha 5 yil davomida tog'amdan hunar sirlarini o'rgandim. Dadam Alpomish filmida ishlayotganlarida meni ham studiyaga chaqirgan. Kelib tog'amdan maslahat so'raganimda, u kishi Muzaffar, hozirgacha nimalarni bilsam, hammasini senga o'rgatdim. Boshqa sirim qolmadi. Bitta hunarni egallading. Bu yog'iga nima qilishni o'zing bilasan. Xohlasang qolib men bilan ishla, xohlasang dadang bilan borib studiyada ishlab ko'r degan.
Aktyor Osmondagi bolalar filmidan qancha gonorar olgan? O'sha davrga nisbatan aytsam, 400-500 dollar gonorar olganman. U paytlarda bu summaga Moskvich avtomobilini sotib olish mumkin edi. O'sha vaqtdagi narx-navo bo'yicha hisoblasak, bir uy qiymatining 3dan 1ga yetadigan pul berishgan. Vatan filmidan bunga qaraganda biroz ko'proq maosh olganman. Lekin 2006-yilga kelib narx-navo ham ancha ko'tarilib ketgan edi. Hunarmand boyib ketmasa ham doim puli bo'ladi. Bugungi kunda hunarmandchilik bilan ham bemalol ro'zg'or tebratsa bo'ladi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda qurilish ishlari juda ko'p. Har bir xonadonda tunuka mahsulotlarga ehtiyoj topiladi. Tog'am hunarga endi qo'l urgan paytlarimda hunarmand hech qachon boyib ketmasa ham har doim cho'ntagida puli bo'ladi derdi. Chindan ham aktyorlar hunarmandlarga nisbatan bitta loyihada ko'proq pul olish mumkindir. Lekin ular biron loyihadagi rolni 10-15 kunda ijro etib bo'lgach, keyingisini kutishadi. Hunarmand esa muntazam ravishda ish bilan mashg'ul bo'ladi. Kinoga aralashib qolganimdan afsuslanaman. Kinodagi nohaqliklar sabab uni bir necha marta tashlab ketishimga to'g'ri kelgan. Hunarmandchilikda esa bunday emas. Chunki hunarmandlar rastasida odamlar bir-biridan hech narsasini berikitmaydi. Qaytaga yordam bo'lsin deb hech bo'lmaganda kelib fikrni aytib, tavsiyalarini berib ketishadi. Mabodo yasagan narsangiz sal noto'g'ri chiqib qolsa, qo'shni usta to'g'rilashga ko'maklashadi. Lekin biror marta qilayotgan ishni yashirganini ko'rmaganman. Oxirgi paytlarda ichimdan hunar bilan ko'proq shug'ullansam bo'lar ekan degan fikr o'tmoqda. Nega deganda, bu sohada hech kim meni aldamagan, aksincha yordam berishgan. Kino olamida ko'p aldashgani uchun bu sohada aralashib qolganimdan ko'p afsuslanaman. Kinoga 20 yil vaqtim ketdi. O'tib ketgan umrimni esa hech kim qaytarib bera olmaydi. Shunday bo'lsa ham, tunukachilik hunarini o'zlashtirganimdan xursandman. Agar yana bolalikka qaytib, boshqatdan tanlash imkonim bo'lsa, baribir shu hunarni tanlagan bo'lardim, deydi aktyor va hunarmand Muzaffar Sa'dullayev.